Hi everybody, welcome to the iLanguage Training Center video classroom, and today we're going to talk about the simple past tense. Sağolashlar yaxshimisizlar? G'ayn til tarbiyalash markazining sin darsxonasiga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsda mush fe'llarningki o'tgan zaman oddiy shakli ustida to'xtalamiz. Biz oldingi qatimliq darsda mushu BP bilan, ya'ni amizar bog'i, shuningki o'tgan zaman shakli ustida to'xtalgandik. Hamda bugungi bo'lsa shu BP lardan boshqa asosli fe'llarning o'tgan zaman shakli ustida to'xtalamiz. Hamda bu o'tgan zaman, ya'ni mushu o'tgan zaman holati nima degan gap degan aniqlanmaganda, biz odatda mushu o'tmishdagi, ya'ni tarixdagi yoki burunqi aniq konkret vaqtda yuz bergan ish harakat va yoki shu vaqtda, demakchi abay degan konkret aniq vaqtda mavjud bo'lgan holatlarni biz umumlashtirib mushu o'tgan zaman holati degan to'p. Hamda biz mushunga aniq konkret vaqtlarga qaysi vaqtlar keladi deganda, masalan o'tgan zamonga tava vaqtlardan last night, last week, last month, last year, shunama. Masalan, ondan sırf masalan last yesterday, like the day before yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening degandekchi. Mushunga o'xshash vaqt ravishlari. Ondan sırf masalan ago deganimiz burun degan gap. Shunama. Masalan an hour ago, bir soat burun. A week ago, bir hafta burun. A month ago, bir ay burun. A year ago, bir yil burun. Demak, hamda mushu keyindagi o'tgan vaqtni bildirgan mushu vaqt ravishlari bilan qanday desanglar, birga keladigan gap. Yoki nima desanglar, before. Okay, before. Hamda odatda o'tgan zamanda fe'llarning o'tgan zaman shakli ishlatildi. Masalan, jumlalarda shu asosan fe'llarniki agar BP bo'lib qolsa, masalan, amizarniki was, were, shunami shakli. Odatda mushu asosli fe'llarning nima desanglar o'tgan zaman ishlatildi. Hamda bu fe'llar hamda ikki bo'lsak, birisi qoidalik fe'l, ya'ni birisi qoidasiz fe'l. Hamda buni chaqchaq qilib qoidalik, demakchi qoida qilgan, bularning fe'l desanglar adablik fe'l. Hamda qoida qilmaydigan joy desanglar adabsiz fe'l deb ikkiga bo'lindi. Xo'sh, endi bu adablik fe'l degan qanday fe'l? Hamda qoidalik fe'l, ya'ni adablik fe'l deganimiz hamda mushu fe'llarni yasashda mushu asli fe'lning keyniga mushu ed qat qilib bo'ladigan hamda mushu ed qilib yasaladigan fe'llar hamda o'tgan zaman shakli. Mushuni qoidalik fe'l deymiz. Masalan, alaylik, miyarika walk deganimiz nima? Mangmaq. Walked degan so'zsanglar mangdi. And then talk, so'zlamak, paranglashmak. Talked, paranglashdi, so'zladi. Undan sirт hamda ma fe'l deganda savodashlar. Fe'l degan nima? Shu ish harakatni bildirdi, shunami? Masalan, mangmaq, tumaq, uyg'ur tilida odatda fe'llarning keyniga mak qo'shimchasini qatimiz. Mangmaq, so'zlamak, paranglashmaq degandek. Hargizmi masalan mengish, so'zlash bo'lmaydi. Bu degan nima desam, ismlash, harakat nom, demakki yoki shu harakatning nomi. Masalan mengish. Bu nima desam, ism xarakterli so'z. Tushundingizmi? Mengish. Mengish bo'lsa, demakki mengish ism bo'lgan ham egim bo'la oladi-ku, ya'ni. Ma fe'llarga hamda maq qo'shimchasini qatamiz. Mangmaq, paranglashmaq. Shunami? Ondan keyin jump, sakramak. Jumped, sakradi. Wash, yumaq. Washed, yudi degandekchi. Yumaq, yana birisi nima? Yudi. Hamda qoidasiz fe'llar qanday bo'ldi desanglar, ed qetishga bo'lmaydi. Bu ed qetib yozmasdan balki o'zininki ayrim bir turaqliq shakli bilan ham qanday qilamiz, ishlatamiz. Masalan, eat, yemak. Buningki o'tgan zaman shakli qanday bo'ldi desanglar, ate. Mal turaq qoidasiz, demakki adabsiz fe'lningki hamda musharika nimasi bo'ldi desanglar, o'tgan zaman shakli bo'ldi. O'tgan zaman shakli. Bu hamda qoidasiz fe'llarning o'tgan zaman shaklini qanday bilmaymiz desanglar, yodlaymiz.
Hem de bununki yatlayımız desem qo'rqib ketmanglar. Bara qanday desanglar, bu darsni o'rganish davomida sizlar bir-birlab o'rganib qanday desanglar, chiqsanglar bo'ladi. Masalan, see bo'lsa nima? Saw. See, saw, ko'mak, ko'ri. Okay, go, barmak, went, body. Barmak, body. Demek hem de muştunga o'xshash qoidasiz fe'llarniki qanday desanglar ayrim shakli bo'ldi. Onun insirt hem de mush id qatqanda mush id qatqanda qanday qilish kerak? Talaffuz qilish masalasi bor. Bo'libmi shu 1 yil 2 yil o'rgangan savodlashlardimi? Mushuninki masala nayt ig'ir. Undan sirt masalan yaqinda biz nurg'un o'qituvchilarni shu 100 ran imtihoniga qatnashdim hamda bizning maktabdan o'qituvchi qabul qilganda. Bular o'qituvchilar o'tgan zamonning altini so'zlaganda jiq xatolashayotgan ya'ni nima desanglar, ba'zi shu jarangsiz tovushlarga id qatqanda, undan keyin jarangli tovushlarga id qatqanda, endi ba'zi tovushlarga id qatqanda ularningki talaffuzi o'xshamaydi-ku. Shularni qanday desanglar, jiq farq etmaydi ekan. Mesela qaranglar, bu id qatqanda oxiri masalan T yoki D. Bu T harfi yoki D harfi bilan oxirlashgan fe'llar yoki harakat deymiz-ku hamda. Bu qanday talaffuz qilindi desanglar, id. Masalan, want, wanted, need, needed. Jano'lig'i want degan lozim, need degan nima desanglar, ehtiyojlik, lozim degan gap. Want, wanted, need, needed. Needed. Ondan keyin mushu ba'zi jarangsiz tovushlar. Hamda voice degan sal xato yozilib qolibdi. Hamda voiceless da, jarangsiz tovushlar. Masalan, jarangsiz tovush degan nima desanglar, mushu talaffuz qilganda jarangsiz talaffuz qilinadigan. Masalan, ishtama p chiqatmadi. Degandekchi. Mushtunga o'xshash jarangsiz tovushlar bilan kelganda hamda bu qanday qilindi desanglar, talaffuz qilindi. Masalan, help. Buni helped emas, nima? Helped. Helped o'qas xato bo'ladi, ya'ni helped. Looked. Masalan, oxiri bilan oxirlashgan so'zlar intayin ko'p. Masalan, work, ishlamak shuni nima? Worked deb olgan joq bola, worked yoki. Bu worked desak xato bo'ladi. Worked. Looked. Worked. Shunami? Undan keyin look degan avay chiqdi, masalan, looked degandek. Undan keyin oxir washed. Okay, washed. Watched. Yaxshi. Watched. Masalan, thank. Rahmat aytmoqchi nima? Thanked. Oxiri nima o'xshashlarmi? Bilan talaffuz qilindi. Thanked. Yana bir talaffuz qilib qo'yaylik. Masalan, birinchisi helped. Looked. Hargiz looked yoki looked emas. Looked. Urg'u faqat nega tushirsanlar, l harfiga tushadi, misharika. L harfiga, sorry. Xato bo'lib qoldi. Looked. Demak, L harfiga tushadi yoki l tavushiga tushadi. Shunami? Looked. Ya'ni washed. Okay, ikkinchisi nima desanlar? Washed. Ya'ni washed. All right. Undan keyin oxiri yana nima desanlar? D deb talaffuz qilinganlar. D. Masalan, used. Okay, used. Okay. Masalan, used. Called. Okay, use degan ishlatmak, call degan nima? Telefon qilmoq yoki chaqirmoq. Called emasmi? I called deb olgan joq bola. Called emasmi? Called. Love. Oxiri v. Loved. Okay, loved. Oxiri nima? J. Enjoyed. O'ziranmoq, xushal quram o'ynamoq, shunami? Enjoyed.
clean, cleaned, followed, followed. Okay, followed. Nima? Followed degan agishmak. Demak, endi mushu harflar bilan oxirlasa d talaffuz qilingan ekan. Yana bir o'qib o'taylik. Used, called, loved, enjoyed, cleaned, followed. S L V Y N W. Demak, mushlarni qanday qilib yodlash kerak-da hamda. Yodlab olish kerak. Amal yo'q hamda. Nima? Used, called, loved, enjoyed, cleaned, followed. Okay. Hamda shu qoidalik fe'lga id qatqanda qanday qilmaysiz desanglar, mana bevosita qanday qilgan gap, ko'pincha fe'llarga id qatimiz. Masalan, mana o'qinglar, birinchisi worked demaymiz-ku buni. Worked, walked, looked, jumped, washed, painted. Ma axir id keladi, painted. Okay, painted. Keyincha kla axirlashganda-chu, talaffuz qilamiz. Asked, typed, talked, dusted, and the T bilan axirlashganda qiladi. Id, dusted, wanted, washed. Okay, washed. Demak, hamda mushu fe'llar qolsa, adad ko'pincha fe'llarga idini bevosita qaytaveramiz. Uningdan sirт hamda bu yerda ba'zi fe'llar bor. U bo'lsin qanday desanglar, oxir i bilan oxirlashgan. Buni i'ni elivit i'ga qatimiz yoki i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, buningga dini qatib qo'ysanglar, faqat ko'nglingizni sababda i'ni elivit i'ga qatsanglar bo'ldi. Endi bu qoidasiz fe'llarniki o'tgan zamon shakli, masalan, AA shaklida yoki AB shaklida bo'ldi. Masalan, AB shakl deganda masalan have, had. Okay, have bor degan gapqo, get, got. Erishmak yoki romance va hamda buniki o'tgan zamon shaklida got. Hear anglamak, heard angladi. Find topmak, found topdi. Buy setib olmak, bought. Okay, bought. Ma GH qanday qilmaydi ma'nodagi? Talaffuz qilmaydi. Nima? Buy, bought. Sweep, spamak, swept. Spadi. Sweep, swept. Yaxshi. Speak, so'zlamak, spoke. So'zladi. Swim, so'zlamak, swam. So'zdi. Undan keyin hamda bu shu asl shakli ya o'tgan shakli o'xshash. AA shaklidagi masalan cut, kesmak, kesdi. Put, qo'ymak, qo'ydi. Eat, ate. Yemak, yedi. See, saw. Ko'mak, ko'rdi. Read, read. Ma'noga diqqat qiling. Buning shakli o'xshash, lekin o'qilish o'xshamaydi. Asl shakli nima? Read, read. Read, read. Shut, shut. Yapmak, yaptı. Give, gave. Bermek, berdi. Give, yani gave. Go, went. Barmak, bari. Degandek-chu. Okay. Hamda bu shu odatdagi o'tgan zamon shaklidagi jumlalar hamda ko'p qo'llanilgan bir necha vaqt ravishlar bor. Bir o'rganib chiqaylik savolashlar. Masalan, abayim tilga oldik. Ago, masalan, an hour ago and hour deb o'qimaymiz, on hour. An hour ago, a week ago, a month ago, a year ago. Bir soat burun, hafta burun, bir oy burun, ondan keyin bir yil burun. Ona nima deysanglar, before. Masalan, bugun bo'lgan bo'lsa, today. Shunama, bugun masalan, oddiy adresda masalan, this morning, this afternoon, this evening, tonight. Endi bu shu this morning nima o'tgan zamonda ishlatishga bo'lamdi desanglar, bo'ladi. Nima ishga bo'lmaydi? Masalan, men bugun aytgan yuzimni yuvdim. Demak, endi siz mag'abni qilgan vaqtingizda siz allburun tushdan burun bo'lib ketdi degan gap, tushdan keyin bo'lib bo'ldi degan gap. Chunki tushdan burun morning deganimiz hamda o'tmishga tava olib ketdi emasmi vaqt. Masalan, tunugun deganicha yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night. Masalan, tunugun degan, tunugun tushdan keyin, tunugun kash, keyingi tunugun kecha. Okay. Masalan, the day before yesterday and the day kun before
burunqi yesterday tünügündüm burunqi bir gün. Bu qaysi gün boldu desanlar? Ölüş gün. Ölüş gün. Mesela the day before yesterday in the morning, the day before yesterday in the afternoon, the day before yesterday in the evening. Demek anda ölüş gün düştün burun, ölüş gün düştün keyin, ölüş gün kaç burun. And the night before last. Demek the night before last night. Endi bu yerga last night degandagi night oldir yana bir night bor, ikki night bir yakasi bo'lmaydi bir jumlada. Shuni qisqarib ketib nima the night before last demakchi o'lish kun kecha degan gap bo'ldi. O'lish kun kecha. Endi mushu be fe'lidan boshqa fe'llar jumlada xabar bo'lib kelganda, shu fe'lning o'tgan zaman shaklini qo'llanamiz. Masalan qaranglar, ma walk degan xabar olib keldi. Demakchi igining harakatini bayon qilib keldi ku bizga. Masalan, I walked to school yesterday. Men tunugun maktabga menib bordim. Demak, endi I walk to school every day. I walk to school every day. Bilan I walked to school every day ma o'xshamaydi. I walk to school every day. Men har kuni maktabga menib boraman. Demakchi bu sizningki odatingiz, davomli takror qilgan ish harakatlaringizni ifodalaganda oddiy hozirgi zamonda aytdik. Endi bu nima? Oddiy o'tgan zaman. Endi bu nima desanglar, shu tunugun bo'lib o'tgan ishda I walked to school yesterday. Demak, endi mishark walk'niki o'tgan zaman shaklini elish orqali o'tgan zamanni yasidoq, o'tgan zamanni altini. Undan keyingi nima? Vaqt ravishlarni oldik. Masalan, they went to Japan last year. Ular Yaponiyaga o'tgan yil qanday qildi? Bordi. Masalan, Jane did her homework last night. Jane topshiriqni tunigan kecha qanday qildi? Ishladi. She cleaned the room this morning. U bugun degan uyni qanday qildi? Tozaldi. You know, my brother worked in his restaurant. Mening akam yoki inim o'zini bu restoranda ishladi. Demak, endi egisi qanchinchi shaxs bo'lishdan qat'iy nazar savodashlar mushning hammasiga fe'lninki, asosli fe'lninki, demakchi be fe'ldan boshqa fe'llarniki o'tgan zaman shakli ishlatildi. Okay, agar be fe'li bo'lgan bo'lsa, endi birinchi shaxs birlik bilan uchinchi shaxs birlikka was keladi. Qolganlarga ko'plik, qolgan shaxsligini bersanlar work qilgan gap. Work qilgan gap. Hamda mushu odatdagi o'tgan zamondagi jumlani savol jumlaga aylantirsak qanday qilamiz savodashlar? Endi savol jumlaga aylantirsak qanday qilamiz? Buni o'xshashlamda do'diga yordamchi fe'l bor. Bu nimaga aylandi o'tgan zamonda did aylandi. Shuning bilan mushu didni oldiga chiqib etsak-lan do'ni ifodalanib chiqqanda, men asosiy fe'lniki idni qatib olib, masalan, you walked to school, yoki I walked to school yesterday, shundaymi? I walked idni qatib olib, shuning bilan did bo'ldi. Buni oldiga chiqib qo'ysaqlar nima bo'ldi? Savol bo'ldi. Did you walk to school yesterday? Siz tunugun maktabga menib bordingizmi? Agar buni desak-chi, yes I did. No desak-chi, no I didn't. Yoki I did not. Masalan, did they go to Japan last year? Ular Yaponiyaga o'tgan yil bordimi? Yes they did. No they didn't. Okay, ular bordi, yo'q bormadi. So, did Jane do her homework last night? U tunugun kecha topshiriqni ishladimi? Yes, she did. No, she didn't. Okay, did she clean the room this morning? Yes, she did. No, she didn't. Demak, endi o'sha didni oldiga chiqib qo'ysaqlar qanday bo'ldi desanglar? Savolga aylandi. Endi savolga aylandi, asosli fe'l qanday desanglar, cho'qim asl shakliga aylantirdi. Uningdagi idni nima qilib oldi? Do qatib nimaga aylantirganda? Did. Tushunamizmi? Did. Endi buning inkor shakli qanday bo'ldi desanglar, o'xshashlarmi shu. Masalan, I walked to school yesterday, shunami? Shu do ifodalanib chiqadi, didni do ifodalanib did bo'ldi. Buning keyin narni qatib qo'ysaqlar bo'ldi. I didn't walk to school yesterday. They did not go to Japan last year. Jane did not do her homework last night. Degandek. U tunugun qanday qilmadi? Topshiriqni ishlamadi. She did not clean the she did not clean the room this morning. Okay, u topshiriqni bugun atdigan qanday qilmadi? Ishlamadi.
my brother did not work in this restaurant. Mening akam bu restoranda ishlamadi. Demek endi ma'u foring shakli. Andaqda musharatga o'tgan zaman jumlaning alayda savol shakli. Bu alayda savol shakli degan nima desanglar, bu alayda savol almashlari qo'yilgan. Ya'ni what, when, where, why deganga o'xshash. Masalan, I walked to school yesterday. Bu savol shakli nima? Did you walk to school yesterday? Endi bu alayda savolga aylantirganda birinchi ulab shu qanday desanglar, asosliq feelni walk deganni do'ga almashtiramiz. Undan keyin mo'shni nimaga almashtirsak, agar nima deganga savol bo'lib keldigan nimani nimaga almashtirsak, agar vaqtni almashtirsak when bo'lar shunami? Endi ma school degan ism ekan, u ismni nimaga aylantiramiz? What ga almashtiramiz. Shuni jumlaning 5-ga o'tkazib olsak, what did you do yesterday? Tunuga nima ish qildingiz? They went to Japan last week. Where did they go last year? Okay, where did they go last year? And bu yerga feelni nimaga almashtirib go ga. No. Yo'q, almashtirmoq. Bu yerga o'rinni Japan shunami? Bu o'ringa where ni almashtirib-ku. Masalan, did they go to Japan last year? And the o'ringa where ni almashtirib, where did they go last year? Okay, and Jane did her homework last night. Okay, and the what did Jane do last night? He did her homework. She did her homework. Demek alayda savolga aylantirgan nimaga qaraymiz? Agar o'rinni almashtirsak where bo'ladi, narsani almashtirsak nima bo'ladi? What bo'ladi. Okay. Andaqda shu abay o'rganganimizni bir mashq qilib boqaylik. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Answer the question. Look, what did she look at the photograph? Okay, sorry, when did she look at the photograph? O suratlarga qachon qaradi? An hour ago, bir soat burun deydi. Demak, hamda egisi nima? She, feel nima? Look at. U yerga object nima desanglar? Photograph. Vaqtcha desanglar an hour ago. Aniqlam chiqibdi shunami? She looked at the photograph an hour ago. U bir soat burun suratlarga qaradi. So when did the cat jump off the wall? A day ago. Nima? Bir kun burun. Bir kun burun. Andaqda bu yerni deymiz desanglar, it jumped off the wall a day ago. O tamdan bir kun burun sakradi. So when did he walk across the park? And o qachon bu bog'chadan kesib o'tdi? Menib kesib o'tdi. This is last week. Demakchi he walked across the park last week. Demak walk nima qildi? Ed qattiqmish aga. So when did he wash his hands? A minute ago. 1 minut burun shunami? He washed them, not washed more. Washed his hands a minute ago. When did he work in an office? Office a year before last. He worked in an office the year before last. Demek iga, pil, obiket, undan keyin nima desanglar? Keyin nima kelgan? Vaqt kelgan. So when did they ask questions? Ular qachon savol so'radi? 5 minutes ago. 5 minut burun dedi. Demak, esa they asked questions 5 minutes ago. Okay. Endi mishari qilganimiz bu fe'lni o'tgan zamonga aylantirsak, they asked questions 5 minutes ago. Ular 5 minut burun savol so'radi. Okay, endi mana o javob qasasdan savol so'rab qo'yinglar. Masalan, he watched TV 4 hours ago. Endi buni nimaga aylantirmaysanlar? When did he watch TV? U qachon televizor ko'rdi? When did he watch TV? All right, what about this? He typed those letters a month ago. Demakchi, when did he? Undan keyin nima keladi? Bu fe'lning asl shakli keladi, o'tgan zaman shakli. Asl shakli o'qidi.
Asl şekli. Çünki did qıtıb alğan emasmı? When did he type those letters? O xətlərini qaçan bastı. Okay. So he talked to the shop assistant last month. O ötken ayda prikazçı bilan paranlaşdı. Demek when did he talk to shop assistant? So when did he talk to shop assistant? All right. Next one. They dusted the house 3 days ago. Demek ki when did they dust the house? All right. So he painted the wall the year before last. Okay. Endi ülüşüde o qana qildi, tanıştırıldı. Demek bu neyimiz? When did he paint the wall? O qachon qana qildi? Nimani sirladi. So they waited at the bus stop 10 minutes ago. 10 minut burun bu bus stop qana qildi? Saqladi. Demek when did they wait at the bus stop? Ular avtobus bekatida qachon saqladi? When did they wait? All right. So he greeted me a minute ago. O men bilan 1 minut burun salomlashdi. Ama o qachon salomlashdi? So when did he greet me? Greet you? All right. Bo'ldi savolashlar. Shu bugungi grammatika mushagicha bo'lsin. Undan keyin texam ko'p mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizning abdiy ta'limimiz va yoki g'oyasiyan to'rbekat va yoki bizning g'oyimiz degan salonga ayish orqali texmi ko'p mazmunlarni qana xabardor bo'lib turibsizlar. Bo'ldi, bugungi mushagicha bo'lsin. That's all for today. See you next time. Goodbye.